Diqqat aholiga tezkor xabar. Prezidentning yangi farmoni. O'zbekistonda endi bir martalik 30 million so'm mukofot puli beriladi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, joriy yilda O'zbekistonda 2-jahon urushi qatnashchilariga 30 million so'mdan pul mukofoti beriladi. Bu haqida 16 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevga quyidagi masalalar yuzasidan axborot berish chog'ida ma'lum qilindi. Harbiy xizmatchilarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, 9-may xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish, deyiladi xabarda.